Oldin kripto yoqqan bo'lsalaring 50 milliongacha beramiz. 24% ayollarga, 25% erkaklarga. Qanaqa kreditlar? Anaqa nima deyapti? To'g'ri, mahsulot berasiz, shunday. Yo'q. Pul berasiz. Pul kassadan beramiz. O'zlaring borib xohlagan joylaringdan urug'ni ham, o'g'itni ham olaverasizlar. Bizlar naqd pulda beramiz. Nima qilishimiz kerak bizlar? Bizlar hokim yordamchisi asqadagi ariza topshirasizlar. Bizlar kredit chiqarib beramiz. Arzani qanday topshiramiz? Onlayn topshirasiz. Onlayn. Kuluch olasiz bitta, kuluchni asqadaga ko'chirsangiz, asqada qo'yamiz. 10 million so'mgacha naqd pul. Kartochka egasizlarmi? Egamiz. Ha, shu kartochkaga urug'ini olib beramiz, o'g'itini olib beramiz. O'zingiz borib olasiz, biz pulni beramiz. Oldinida kimdan borib olmaysiz deb tushundim. Siz borib pulni to'laysiz. Yo'q, pulni o'zingizga berib olaman. Qo'lingizga. Sizga beramiz pul. O'zingiz xohlagan joyingizdan olasiz. Biz borib hech qanaqa olmaymiz. O'zingiz topasiz. Qoramolni ham bozordan o'zingiz tanlab olasiz. Qo'yni ham, tovuqni ham, teplitsani ham o'zingiz borib materiallarni ustaga qurdirasiz. Oldin qancha vaqt to'lashimiz kerakki? 3 yil. 3 yil. 3 yilda bo'lib 10 million olsak-chi? 10 million olsak. 10 million olsangiz. 3 yilda. 3 yilda bo'lib to'laysiz. Birdaniga hammasini to'lamaysiz. Oymoy, kamdan. Asqat aka sizga grafikini qilib beradimi? Qo'lingizga mana shunday qilib har oyda kelib turib to'layverasiz. Bormaysan bankka, shu yerdan telefoningizdan to'layversangiz ham bo'ladi.